yaxshi tarbiyalik oilaning qizi uyda onasi sovchi kuzatib zerikadi. Sovchi kuzatib zerikadi. Nimaga desam, chunki uni bamisoli berkitilgan tilloga o'xshatgan hakimlar. Qaysiki bir joyda o'rab lataga o'rab, ko'zaga solib, ko'mib qo'ysang tilloni deydi, oqtaradi uni deydi. Shuning uchun o'zini ehtiyot qilib, badanini to'sib, ibodat hayoda bolalar bilan nafaqat hayotda, balki virtual olam bo'lgan telefonda ham gaplashmagan qizni oqtaradi.